Prezidentimizning qishloq xo'jaligida suv va energiya manbalaridan oqilona foydalanish hamda ortiqcha yo'qotishlarning oldini olish borasida bergan topshiriqlari asosida Buxoro viloyati Olot tumanida Amu-Buxoro 1 nasos stansiyasi to'la quvvatda ish boshladi. Dastlabki tahlillar asosida yuqori natijalar kutilmoqda. Davlatimiz rahbari 2025-yilni suv xo'jaligida nasoslar samaradorligini oshirish yili deb e'lon qilgan edi. Shundan so'ng tizimda ko'plab loyihalar amalga oshirildi. Shulardan biri hech mubolag'asiz Amu-Buxoro mashina kanali Olot tumani boshqarmasi tasarrufidagi birinchi nasos stansiyasining ishga tushirilishi bo'ldi. Ushbu obyekt qurilishida mavjud stansiyalarni qayta ko'rib chiqish, energiyani iqtisod qilish kabi qator masalalarga alohida urg'u berildi. Shu o'rinda ma'lumot uchun, mazkur obyekt 1965-yilda qurilgan va chin ma'noda ma'nani eskirgan edi. Xitoy kompaniyasi tomonidan mukammal ta'mirlash ishlari amalga oshirilib, dastlabki 9 oylik sinov bosqichlari muvaffaqiyatli yakunlandi. Biz loyiha doirasida qurilish ishlarini 2022-yilning sentyabr oyida boshlagan edik va joriy yilning boshida bu joydagi qurilish ishlari to'liq yakuniga yetkazildi. Loyihamiz O'zbekistondagi eng yirik nasos stansiyalardan biri sanaladi. Inshootni barpo etishda qo'yilgan talab asosida energiyani tejash masalalariga alohida e'tibor qaratdi. Shunga asoslanib aytadigan bo'lsam, bizning texnikalarimiz bu borada katta miqdorda elektrni iqtisod qilish masalasi uchun yechim hisoblanadi. Hamma jarayonlar raqamlashtirilgan bo'lib, tizimda nosozlik kelib chiqishining oldini oladi. Axborotlar markazga umumlashtirilib, oldindan diagnostika qilish lozim bo'lgan jihatlarni ham bashoratlaydi. Bu bilan tizimni doimiy barqaror ishlashini ta'minlash mumkin. Mazkur yangi nasos stansiyasi qurilishi umumiy qiymati 82 million 960 ming AQSh dollariga moliyalashtirildi. Ta'kidlash joizki, Osiyo tiklanish va taraqqiyot banki loyihasi asosida Amu-Buxoro irrigatsiya tizimlarini qayta tiklash ishlari doirasida bu nasos stansiyalari qurilishi xalqaro kompaniyalar tomonidan nazorat qilindi va barcha mezonlarning to'liq bajarilishi ta'minlandi. Shu kecha kunduzda Amu-Buxoro 1 nasos stansiyasida jami 8 dona, har birining quvvati 11/25 metr sekund bo'lgan yuqori unumli nasos agregatlari o'rnatildi. Bu sa'y-harakat natijasida nasos stansiyasining umumiy suv chiqarish qobiliyati soniyasiga 80 metr kubga yetkazildi. Amu-Buxoro mashina kanali orqali Buxoro va Navoiy viloyatlarining 350 ming gektar sug'orilgan ekin maydonlari sug'orilib kelinmoqda. Yangi nasos stansiyalar orqali 20% ga elektr energiyasi tejalmoqda va suv chiqarish hajmi ham oshmoqda. Aytish lozim, Buxoro viloyati ekin yerlariga oqar suv deyarli 100% miqdorida Amudaryo orqali elektr energiyasi hisobiga ishlaydigan nasos stansiyalari yordamida yetkazib beriladi. Elektr energiyasini tejash esa iqtisodiy samaradorlik omili sanaladi. Bu o'z navbatida kelgusida agrar tarmoq rivoji va xalq farovonligini ta'minlashga ham xizmat qilishi bor gap. Ijodiy guruhimiz tomonidan sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. O'zbekiston 24 telekanalidan uzoqlashmang. E'tiboringiz uchun rahmat.